Assalomu alaykum barcha ustozlarimizga. Attestatsiyaga doir marafon testimizda birinchi qismini bugun tahlilni ko'rib o'tamiz. Bugun YouTube kanalimizda Zoomda YouTube kanalimizga ulanganimiz yo'q. Xudo xolasa ertadan boshlab YouTube'da ham, Zoomda ham birgalikda davom ettiramiz. Hozir ekran va ovozim hammaga yaxshi boryaptimi? Guruhga bitta plus belgisini qoldira olasizmi ustozlar? Zoomda o'tirganlar diqqatiga. Zoomda chatini o'chirib qo'yganman. Attestatsiya kuzgi guruhga yozsangizlar, shu yerdan xabarlarni kuzatib boraman. Ekran ovoz hammaga yaxshi. Xo'p. Bo'lmasa biz tahlilni boshlaymiz. Birinchi masalaga qaraydigan bo'lsak, arifmetik progressiyaning dastlabki 4 ta hadining yig'indisi 16 ga, keyingi 6 ta hadining yig'indisi 84 ga teng bo'ladigan bo'lsa, progressiyaning birinchi hadini toping deb masalamizga shart qo'ygan ekan. Dastlabki 4 ta hadini men yozmoqchi bo'lsam, n ta hadi uchun a1 plusdan a4 taqsim 2 ko'paytiraman 4 barobar bizda 16 bo'lishi kerak. Endi bizdagi progressiyaning keyingi 6 ta hadining yig'indisi degan. Ya'ni bu bilan nima demoqchi? A6, A7 va hokazo A9. 6, 7, 8, 9, 10. Mana shu A10 gacha bo'ladigani 84 ekan. Endi biz nima qilamiz? Dastlabki 4 ta hadi bor, keyingi 6 ta hadi bor. Birdan men 10 ta hadining yig'indisini hisoblab ketsam bo'ladimi? Shunda yozaman A1 plusdan A10 taqsim 2 ko'paytiruv 10 barobar 16 plus 84 desam bo'ladimi? Chunki dastlabki 4 ta hadi bor, keyingi 6 ta hadi bor. Jami bizga 10 ta hadni beradi. Shunda bundan qaraydigan bo'lsak, birinchi hadiga 4-chi hadini qo'shadigan bo'lsam 8 ga teng bo'lyapti. Bu tomondan birinchi hadiga 10-chi hadini qo'shadigan bo'lsam, hop 84 ga 16 100 bo'ladi. 100 ni 5 ga bo'lsak, bizda 20 kelib chiqyapti. Shunaqa holat bo'ldi bizda. Endi bundan ayirib yuboraman. Pastdan tepani. A 10-chi haddan A 4-chi hadni ayiradigan bo'lsam 12 bo'lyapti. Bularni yozaman. 10-chi had A1 plusdan 9 d bo'ladi. Minus A1 minus 3 d ga teng bo'lyapti. Bu 12 ga teng bo'lyapti. A1 lar ketadigan bo'lsa 6 d ning qiymati 12 va bu yerdan progressiyaning ayirmasi 2 ga teng bo'lib qolyapti. Bizdan so'rayotgan narsa birinchi had nimaga teng bo'ladi deyapti. Olib borib qo'yaman. A1, A4 yozaman. A1 plusdan 3 d deyman 8 bo'ladi. Endi 2A1 plusdan 6 barobar 8 bo'ladi. 2A1 ning qiymati 2. Progressiyaning birinchi hadi 1 ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javob A variantiga mos kelyapti. Birinchi masala hammaga tushunarli bo'ldimi? Savollar bormi birinchi masala bo'yicha? Savol. Savol yo'q hech kimda. Xo'p, ikkinchi masalaga diqqatimizni qaratamiz. Rasmda ko'rsatilgan fontanning ikkinchi va uchinchi kosalari birinchi kosa to'lib toshgan suv bilan to'ladi. Kosalarning hajmlari V, 3V, 5V mos ravishda. Agar birinchi kosa fontan ochilgandan keyin 2 soatda to'ladigan bo'lsa, 12 soatda uchinchi kosaning qancha qismi to'ladi deb masalaga shart qo'yibdi. Endi mana bu yerga diqqatimizni qaratamiz. Agar birinchi kosa fontan ochilgandan keyin 2 soatda to'ladigan bo'lsa, birinchi kosaning hajmi V mi? Bundan xulosa qilishim mumkin. Agar birinchi kosaning hajmi V bo'lsa, 1 soatda fontan V taqsim 2 suv haydar ekanda. Buni to'ldirish uchun bizga 2 soat vaqt ketyapti. Mana 2 soatda bundan xulosa qilamiz. 2 ko'paytiruv V taqsim 2. V suvni haydaydi. Bunga 2 soat vaqt ketyapti. Endi qaraydigan bo'lsak, bu to'ldi. Endi pastga o'tish kerak. Buni haydash uchun, 3 ni haydash uchun biz 6 soat vaqt sarflab qo'yarkanmiz.
Chunki 1 soatda V taqsim 2 suv haydaydigan bo'lsa, 3V hajmli fontanni to'ldirish uchun 2 soat ketsin deylik. Bu yerdan demak X ning qiymati 6 soatga teng bo'ladi. Hozir bizada jami 6 ga 2 8 soat ketdimi? Bizada 4 soat vaqt qolyapti. Qolgan 4 soat 3-chi fontanga suv tushgan. Endi 1 soatda V taqsim 2 suv haydayotgan bo'lsa, 4 soatda qancha suv to'ladi? Qanaqadir V shtrix bo'lsin. V shtrixning qiymati 2V bo'ladi. Demak, mana bu oxirgi fontanda ham 2V hajmi to'lar ekan. Bu degani 12 soatda 3-chi kosaning qancha qismi to'ladi deyapti. Jami 5V hajmi bor, 2Vsi to'ladi. 2 taqsim 5 qismi degan xulosaga kelamiz. To'g'ri javob D variantiga mos kelyapti ekan. Fontan tushunarlimi? Fontan 12 soat davomida uzluksiz ishlab turgan deb qaralsin deb masalamizga shart qo'yibdi. 1 soatda siz V taqsim 2 suv haydashini tushuna olgan bo'lsangiz, bo'ldi, qolgani qiyin emas. 3-chi masala. Aralashmaga doir ekan. 20% tuzli eritmaga, tuzli suvga 240 litr toza suv quyilganda undagi tuzning miqdori 12% ga teng bo'ldi. Dastlabki tuzli suv necha litr bo'lgan deyapti. Bu yerda tuzning miqdori 12% bo'lib qoldi deyapti. Hozir dastlab menda X tuzli suv bo'lgan deylik. Endi mana shuning 20% tuzli suv deyapti-ku. 20% tuzli suv. Mana shu X suvni 20% tuzdan iborat bo'lgani uchun shunaqa deyapti. Misol uchun sizda 100 litr tuzli suv bo'ladigan bo'lsa, uning 20 litri tuz. Ikkinchi holatda unga 240 litr toza suv qo'shilyapti. 240 litr toza suv. Bundagi tuzning miqdori yo'q. Tushunarli? Bunda tuz 0. Endi ikkalasi birgalikda qo'shilganda tuzning foiz ko'rsatkichi 12% bo'lib qoldi. Men 240 mana bu X litr o'zi tuzli suv bor edi. Bunga 240 qo'shilyapti. Tepada tuz turishi kerakmi? Tuzning miqdori bizada 0,2x. Hozir bu tuzning o'sha jami suvda tuzning qancha qismi bor ekanligi kelib chiqyapti. Biz mana shuni 100 ga ko'paytiradigan bo'lsak, foizga o'tadi. Shunda tuzning foiz ko'rsatkichi 12% ga teng bo'lib qoldi. Pastda jami suv, tepada tuzning miqdori hozir qismda turibdi. 100 ga ko'paytiradigan bo'lsak, foizga o'tdi va tuzning foiz miqdori 12 ga teng bo'lib qoldi. Bundan tenglamani yechadigan bo'lsak, 0,2x taqsim x plusdan 240 0,12 ga teng bo'lib qolar ekan. 0,2x barobar 0,12x plusdan 240 dan 0,12 ga ko'paytiramiz. 28,8 ga teng bo'ladi. Hop, 0,08x barobar 28,8. 8x barobar 2880 desak ham bo'ladi. 2880 ni endi 8 ga bo'laman. Va bu yerdan x ning qiymati 360 ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javob D variantiga mos kelyapti. Savollar bormi? 3-masala bo'yicha. Shunchaki mahrajda jami turadi, tepada tuz turadi. Chunki tuzning foiz ko'rsatkichi haqida gap ketyapti. Savol yo'q hech kimda. Bo'lmasa 4-masalaga qaraymiz.
4-chi masala chizma ekan. A, BD va ADS uchburchaklariga ichki chizilgan aylanlar. Uchburchakning tomonlariga I, F, K va R, L, P nuqtalarida urinadi. Hop, bizda A, I ning qiymati 14 ga teng ekan. Pastga yozib qo'yaman. A, I ning qiymati 14 ga teng. A, R ning qiymati esa 10 ga teng deyapti. Va DL kesmaning uzunligi ham bor ekan. 6 ekan bizda. Bizda F'ni kesmaning uzunligini toping deb masalamizga shart qo'yibdi. F'ni kesmaning uzunligi. Ya'ni X'ni topishimiz kerak. Xo'p, qaraymiz. Agar endi nuqtalarga nisbatan oladigan bo'lsak, nuqtadan aylanalarga urinma o'tkazilgan bo'lsa, bilamizki, urinmalar bir-biriga teng bo'ladi. To'g'rimi? Hozir bizda AI ning uzunligi 14 ga teng. Bundan xulosa qilishim mumkin, AK ning uzunligi ham 14 ga teng bo'ladi. Hozir bizda mana bu uzunlik 10 ga teng bo'ladigan bo'lsa, chunki AR 10 ga tengda, RK ni uzunligini topsak bo'ladimi? Chunki A nuqtadan mana bu qizil aylanaga AI bilan AK ikkita urinma o'tkazilyapti. AI ning uzunligi teng bo'ladi AK ga. AK nimaga teng? AR plusdan RK ga teng bo'ladi. Shunda AI ning uzunligi 14 bo'ladigan bo'lsa, 10 plusdan RK. Bu yerdan RK ning uzunligi 4 ga teng bo'lib qolar ekan. Mana bu uzunligimiz 4 ga teng bo'lib qolyapti. Xo'p, ikkinchi tomondan D nuqtadan mana bu katta aylanaga ikkita urinma o'tkazilyapti. DL nimaga teng bo'lib qoladi? DR ga teng bo'lib qoladi. DL DR ga teng bo'lib qoladi, chunki ikkalasi ham aylanaga urinma bo'lyapti. Bundan xulosa qilishimiz mumkin. Agar bizda KR ning qiymati 4 ga teng bo'ladigan bo'lsa, KD ning qiymati 2 ga teng bo'lib qolar ekan. Tushunarli, a? Bizdan so'rayotgan narsa F ning uzunligini toping debdi. Endi mana bu yerda ham F ning uzunligi DK ning uzunligi tengmi? Mana bu masofam 4 birlik bo'ladigan bo'lsa, bu masofam 2 birlik bo'ladi. DK bizga F ga teng. Demak, buni F ning qiymati ham 2 ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javob B variantiga mos kelyapti. 6 minus 4 2 desak ham bo'ladi. 6 dan shunchaki ayirib tashlaysiz nimani? KR ning qiymatini. Bu yoki DK ga teng bo'ladi, yoki F ga teng bo'ladi. Ikkalasi ham DK ham F ham aylanaga urinma bo'lgani uchun bir-biriga teng bo'ladi. Chunki bizda DR ning qiymati bor. DL ning qiymati 6 bo'lyapti. DL DR ga teng aslida. 5-masala. Boshlang'ich funksiyalarni topish uchun quyidagi formulalardan qaysi biri to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini aniqlashimiz kerak ekan. Birinchisi
kx plus b ning p-nchi darajasi uchun boshlang'ich funksiya mana shu ko'rinishda bo'ladi debdi. Ya'ni integral kx plusdan b ning p-nchi darajasi dx. Buni ochib chiqadigan bo'lsak integraldan kx plus b ning p plus birinchisi taqsim p plus 1. Endi mana bu k turibdi, 1 taqsim k ni chiqarib qo'yishimiz kerak. Bu to'g'ri bo'ladi. Buni belgilaymiz. Xo'p, ikkinchisi 1 taqsim kosinus kvadrat x dan boshlang'ich tangens x ga teng deyapti. Bu ham to'g'ri bo'ladi. Chunki tangens x dan biz hosila oladigan bo'lsak, bu 1 taqsim kosinus kvadrat x ga teng. Endi uchinchi shartga qaraydigan bo'lsak, integral 1 taqsim ildiz osti 1 minus x kvadrat dx bu funksiyamizdan boshlang'ich arcsinus x deyapti. Endi buni tekshirib ko'rishimiz kerak. Uchinchisini. Shu yerda bitta belgilash kirita olaman. X ni sinusda deyman. Endi ikkala tomonni differensiallaydigan bo'lsam, dx bu tomondan d sinusidan hosil oladigan bo'lsak, kosinusda d ga teng bo'ladi. Endi olib qo'yaman. Integral tepada bizada dx turibdi. Dx ni o'rniga kosinusda dt ni qo'yaman, minus. Va bizani mahrajimizda bo'ladi ildiz osti 1 minus kosinus kvadratda. 1 minusdan sinus kvadratda. Biz x ni sinusda deb oldikda. Shunda bundan minus kosinusda dt ga teng bo'ladi. Bu tomondan 1 minus sinus kvadratda kosinusda chiqadi. Bo'ladi. Demak, qisqarib ketadigan bo'lsa, minusdan dt qolyapti. Bunda nima qoladi? Minusdan t qoladi. Ya'ni xuddiki qovusdan tashqariga minus chiqarib oladigan bo'lsak, integral 1 ko'paytiruv dt qolyapti-da. Bundan boshlang'ich oladigan bo'lsak, minusda plusdan qanaqadir s o'zgarmas son bo'ladi. Hozir biz boshida x ni qiymatini sinus t ga tenglaganmidik. Bu yerdan t ni qiymatini topadigan bo'lsak, arcsinus x ga teng bo'ladi. Javobimizda bundan integral oladigan bo'lsak, minus arcsinus x plus s degan ifodaga ega bo'lyapmiz. Agar mana buni oldida minus bo'lmaganda edi, haqiqatdan arcsinus chiqar ekan. Bizning javobimizda faqat o'zi emas, minusligi chiqib qolyapti. Oldida minus bo'lgani hisobiga. Demak, buni biz noto'g'ri hisoblaymiz. Birinchi bilan ikkinchisi bizda to'g'ri bo'ladi, uchinchisi noto'g'ri bo'lar ekan. To'g'ri javob B variantiga mos kelyapti. 1 to'g'ri, 2 to'g'ri, 3 noto'g'ri bo'ladi. 5-masala tushunarli bo'ldimi hammaga? Savollar bormi? 5 bo'yicha. Yaxshi, keyingi masalaga qaraymiz. Bir to'g'ri, 2 to'g'ri, 3 noto'g'ri. Uzr. S bo'ladi. 1 to'g'ri, 2 to'g'ri, 3 noto'g'ri bo'ladi. 6-masalaga qaraymiz. Mana shu hisob-kitobni amalga oshirishimiz kerak ekan. Xo'p, bu yerda nima bo'lyapti? 1 ni o'zini yozaman, plusdan. Mana bu 2 ni yozaman, 3 minusdan 1 ko'paytiruv 2 faktorial deyman. Plusdan mana bu 3 ni ham yozaman, 4 minusdan 1 ko'paytiruv 3 faktorial deyman. Va mana bu 4 ni ham yozsam bo'ladi, 5 minusdan 1 ko'paytiruv 4 faktorial deyman. Va oxiri boryapti 25 da 25 minusdan 1 24 faktorial deyman. Mana shunaqa ko'rinishga keltira oldim. Endi bitta narsaga e'tibor bering. Barobar 1
plusdan mana bu 2 faktorialni men 3 ga ko'paytiradigan bo'lsam, misol uchun 2 faktorial ko'paytiruv 3. 2 faktorialni o'zi nima edi? 1 dan 2 gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasi. Endi bu 3 faktorialga aylanib qolyaptimi? 1 plusdan 3 faktorial minusdan 2 faktorial desam bo'lar ekan. Mana bu qovusni ochib chiqadigan bo'lsam. Xuddi shunday ikkinchisini 4 ni 3 faktorialga ko'paytirsam 4 faktorial hosil bo'ladi. Minusdan 3 faktorial. Va plusdan 5 faktorial minusdan 4 faktorial hosil bo'lyapti. Oxirida 25 ni 24 faktorialga ko'paytiradigan bo'lsam 25 faktorial minus 24 faktorial hosil bo'lyapti. Menda nimalar qisqarib ketyapti? Plus 3 faktorial bilan minus 3 faktorial, plus 4 faktorial bilan minus 4 faktorial, 5 faktorial ham ketadi va oxirida 24 faktorial ham qisqarib ketadi. Menda nimalar qolib ketdi? 1 qoldi, minus 2 faktorial qolyapti va 25 faktorial qolib ketyapti. Yana ham ixchamlashtiraman. 25 faktorial plusdan 1, 2 faktorial minus 2 degan. Natija 25 faktorial minusdan 1 degan qiymatga ega bo'lar ekan. To'g'ri javob B variantiga mos kelyapti. 7-masalaga qaraymiz. Funksiya hosilasining x0 1 qiymatdagi nuqtadagi qiymatini toping debdi. Endi bu bo'linmadan hosila bo'lyapti. Hosila oladigan bo'lsak, f'(x) nimaga teng bo'ladi? Bo'linmadan birinchisidan hosila ko'paytiraman x kvadrat plusdan 3 minusdan birinchisi o'zi turadi, ikkinchisidan hosila va mahrajning kvadrati bo'ladi. X kvadrat plus 3 ning kvadrati hosil bo'lyapti. Endi buni yana ham soddalashtiradigan bo'lsak, minusdan x kvadrat plusdan 3 ayiraman 1 minus x ko'paytiraman 2x bo'laman x kvadrat plusdan 3 ning kvadrati. Endi shu joyga 1 ni qo'yib yuborsak ham bo'laveradi. f' 1 ni hisoblab qo'yadigan bo'lsam. Xo'p, 1 ga 3 minus 2 bo'lyapti. Minus 4 bo'lyapti. 1 ni qo'yadigan bo'lsak, bu tomondan 0 qolib ketyapti va bizning mahrajimizni 16 bo'lyapti. 1 ga 3 4, 4 ning kvadrati 16. Natija minus 1 taqsim 4 ga teng bo'lyapti ekan. Shunaqami? 1 qo'yadigan bo'lsak minus 4, bu tomon 0 bo'ladi, mahraj 16. 7 A variantga mos kelyapti ekan. Xo'p, 8-masalaga qaraymiz. Agar bizga funksiya berilgan bo'lsa, f1 ning qiymatini bizdan so'rayapti ekan. Shunchaki funksiyani bir qiymatini topishim kerak ekan. Bu degani mana bu ifodani o'rnida 1 kelish kerak ekan. Endi qarayman, bu qachon 1 ga teng bo'ladi? Uni topishim uchun 3x plusdan 3x plus 3 taqsim x minus 2 barobar 1 ga tenglayman. Ya'ni x ning qanaqa qiymatida 1 bo'ladi aslida bu. 3x plusdan 3 barobar x minus 2 bo'ladi. Bundan 2x barobar minus 5 bo'ladi. X ning qiymati minus 5 taqsim 2 ekan. Ya'ni men mana shu funksiyaga minus 5 taqsim 2 qo'yadigan bo'lsam, bu 1 ga aylanar ekan. Tushundingizmi? Siz mana shu chiqqan x ni mana bu o'zgaruvchiga berib yuboradigan bo'lsangiz, 1 hosil bo'ladi. Endi funksiyada 1 ni qiymatini topadigan bo'lsam, men minus 5 taqsim 2 qo'yishim kerak ekan. 2 ko'paytiraman minus 5 taqsim 2 minusdan 4 taqsim minus 5 taqsim 2 plus 1 degan qiymatga ega bo'lamiz. Xo'p. Bu yerda minus 5 taqsim minus 9 bo'lyapti. Bo'laman minus 3 2 tepaga chiqyapti. Bizning javobimiz 6 ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javob C variantiga mos kelyapti. 9-masalaga qaraymiz. A, B'lar natural sonlar. Endi i kub
A bilan B 3 ga teng ekan. I kub A bilan C 5 ga teng ekan. I kub B bilan C 8 ga teng ekan. Va bizadan so'rayapti A plus B plus C'ning eng kichik qiymati nimaga teng deyapti. I kub bu eng katta umumiy bo'luvchi degan. Bundan xulosa qilishim mumkin. Mana bu A 3 ga bo'linadigan son va bir qatorda A 5 ga bo'linadigan son ekan. Endi men A ni qanaqadir 3 bilan 5 ga bo'ladigan son desam 15 ko'paytiruv m ko'rinishda tasvirlasam bo'ladi. Chunki A 3 ga ham 5 ga ham bo'linadi. Xuddi shunday B ga qaraydigan bo'lsak, B 3 ga bo'linyapti, B 8 ga ham bo'linyapti. B ni qiymatini 3 bilan 8 ga bo'linsa 24 ko'paytiruv n ko'rinishda tasvirlasam bo'ladi. C 5 ga bo'linyapti, C 40 ga bo'linyapti. Demak, C uchun ko'paytuvchisida albatta 40 bor ekan. 40 ko'paytiruv k deyman. Endi A plusdan B plus C'ning minimum qiymatini toping deyapti. Bu minimum bo'lishi uchun shunchaki m n klar 1 bo'lib qolishi kerak. Yoki endi shunchaki A plus B plus C'ni toping desa mana shu ko'rinishda bo'ladi. Minimum qiymatini toping desa bo'la 1 bo'lishi kerak. M n klar 15 plusdan 24 plusdan 40 yig'indiga teng bo'ladi. Xo'p, bu 79 ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javob C variantga mos kelyapti. 10-masalaga qaraymiz. 3 ta tanga birgalikda 20 marta tashlanganda quyidagi natijalar qayd etildi. Gerblar soni 3 marta tushdi. Mana bu yerda 0 marta gerblar soni 0 bo'ldi. Necha marta kuzatildi? 3 marta. 3 marta 0 bo'lgan. 1 marta 6 marta 1 kuzatilgan. 7 marta 2 kuzatilgan. Va 4 marta 3 kuzatilgan. Bu qanaqadir to'plam. Bizlarni to'plamimizda 0 degan raqam 3 marta kuzatildi desa to'plamda 3 ta 0 bo'ladi. Va 1 degan raqam 6 marta kuzatildi desa 6 ta 1 bo'ladi to'plamimizda. Va keyingisida 2 degan raqam 7 marta kuzatilibdi. 2, 2, 2 va hokazo yana bitta 2. Bu 7 marta kuzatilgan. 3 degan raqam 4 marta kuzatilibdi. 1, 2, 3, 4. Ular shunaqa to'plam bor ekan. To'plamning elementlari soni nechta desa, siz demak 3 plus 6 plus 7 plus 4. Shularni qo'shib chiqishingiz kerak. Jami 20 ta elementi bor ekan. Shu ma'lumotlarga asoslangan holatda quyidagilardan qaysi biri to'g'ri, noto'g'ri ajratib olishimiz kerak. Birinchisi to'plamning modasi 3 ga teng deyapti. Moda nima? To'plamda eng ko'p takrorlangan elementlar soni. To'plamda eng ko'p takrorlangan elementlar hozir 3 ga teng deyapti. Afsuski bu xato. To'plamimizda demak eng ko'p takrorlangan son 2 hisoblanadi. 1 xato ekan. Keyingisi to'plamning medianasi 2 ga teng deyapti. Mediana bu o'rtada turgan element hisoblanadi. Qaraydigan bo'lsak, to'plamning haqiqatdan medianasi 2 ga teng bo'ladi. To'plamning o'rta qiymati bu 1.6 ga teng deyapti. Buni tekshirib ko'ramiz. Hozir 0 dan 3 marta takrorlandi. 1 dan 6 marta, 2 dan 7 marta, 3 dan 4 marta takrorlandi. To'plamning jami elementlari yig'indisiga hammasini qo'shib chiqdim. Elementlar sonini bo'ladigan bo'lsak, o'rta qiymat kelib chiqadi. 6 plusdan 14 plusdan 12. Mana shuni men 20 ga bo'laman. Agar u 1.6 ga teng bo'lsa, to'g'ri bo'ladi. 32 ni 20 ga bo'ladigan bo'lsak, bu 1.6 ga teng bo'lyapti. Demak, bu ham to'g'ri ekan. 1 xato bo'ldi, 2 bilan 3 to'g'ri bo'lyapti. To'g'ri javob A variantiga mos kelyapti ekan. Xo'p, quyidagi berilgan formulalarning to'g'ri yoki noto'g'riligini aniqlang debdi. Kesik konusning hajmi. Kesik konusning hajmi to'g'ri. Shu formula yordamida topiladi. Uchburchakka tashqi chizilgan aylana radiusi. Tashqi chizilgan aylana radiusi ABC taqsim 4S ga teng.
Lekin bu yerda 2s bo'lyapti. Shuni hisobiga noto'g'ri bo'ladi. Hop, keyingi masala diagonallari d1 va d2 ular orasidagi burchak fyuga teng bo'lgan to'g'ri burchakning yuzasi 1/4 d1 d2 orasidagi burchak. Demak, bu ham noto'g'ri bo'ladi. Bizda faqat 1 to'g'ri, 2 bilan 3 noto'g'ri bo'ladi. To'g'ri javob A variantiga mos kelar ekan. 12-masalaga qaraymiz. Chizmada berilgan trapetsiya AB va CD asoslari diagonallari I nuqtada kesishdi. AB 3DC ga teng ekan. Endi men DC ning uzunligini x deydigan bo'lsam, AB ning uzunligi 3x ga teng bo'ladi. Va bizaga yuzi ham berilgan ekan. ADI uchburchakning yuzasi 6 ekan. Bo'yalgan sohaning yuzi 6 ga teng bo'lsa, trapetsiyaning yuzini toping deb masalamizga shart qo'yibdi. Xo'p, endi bitta narsaga e'tibor beramiz. Bu yerda uchburchak AIB o'xshash uchburchak DIC ga o'xshash desam bo'ladimi? Nima uchun o'xshash? Hozir tushuntirib beraman. Uchburchak o'xshash bo'lishi uchun shunchaki ularning mos burchaklari tengligini ko'rsatishingiz yetarli. O'xshash bo'ldimi? Mos burchaklar albatta bir-biriga teng bo'lishi kerak, tomonlar proporsional bo'lishi kerak. Mana bu burchak bilan mana bu burchak alfa bo'lsa, mana bu burchak ham alfaga teng bo'ladi. Endi mana bu burchakni beta deydigan bo'lsam, mana bu burchak ham betaga teng bo'ladimi? Chunki bu trapetsiyani biz davom ettiradigan bo'lsak, bu yoqqa ham davom ettiraman. Ikkita parallel chiziq. Mana bu tomonga ham davom ettiramiz, bu tomonga ham davom ettiramiz. Ikkita parallel chiziqni uchinchi chiziq kesib o'tyapti. Mana bu burchak beta bo'ladigan bo'lsa, bunisi ham beta bo'lib qoladi. Vertikal bo'lgani uchun buni bu yoqqa ko'chiramiz, buni bu yoqqa ko'chiramiz. Ketdi, bular ham bir-biriga tengligini biz ko'rsatdik. Uchburchakning ikkita burchagi bir-biriga tengmi? Uchinchisi albatta teng bo'ladi. Bu ham shunaqa. Bu fyu bo'lsa, bu ham fyuga teng bo'ladi. Demak, biz uchburchakning o'xshashligini ko'rsatdik. Bundan xulosa qilishim mumkin. O'xshash bo'lgandan keyin mos tomonlar 3x bilan x bo'layotgan bo'lsa, mana bu 3m bo'ladigan bo'lsa, bu ham n ga teng bo'ladi. Va endi bu tomondan bu 3n bo'ladigan bo'lsa, bu ham n ga teng bo'ladi. Hozir bizada o'xshashlik koeffitsiyenti 3 bo'lyapti desak ham bo'ladi. Endi bitta uchburchak bor. Mana uchburchak. Unga qanaqadir kesma o'tkazilgan. Asosga. Va asosda u A va B kesmalarga ajratyapti. A, B, C, D. Mana bu yuzi S1 bo'lsin, bu yuzi S2 ga teng bo'lsin. Va biz bilamiz A ning B ga nisbati S1 ning S2 ga nisbatiga teng bo'ladi. Nimani hisobiga? Mana bu yerdan bitta balandlik tushiradigan bo'lsak, bu balandlik ikkita uchburchak uchun ham xizmat qiladimi? Birinchisi S1 yoki S A, B, D uchburchakning yuzasini topadigan bo'lsam, mana bu balandlik h bo'lsin. A ko'paytiruv h taqsim 2. Endi ikkinchi uchburchak uchun S D, B, C uchun B ko'paytiruv h taqsim 2 bo'ladi. Ikkalasi uchun balandlikda. Endi bularni biz bo'lib yuboradigan bo'lsak, S A, B, D, S1, S2 bu A ni B ga nisbati bo'ldi. Yoki bo'lmasa, bu balandlik tushirmasak ham, mana bu qanaqadir L kesma deydigan bo'lsa, mana bu burchagim alfa bo'ladigan bo'lsa, bu burchagim P minus alfa bo'ladi. Bu S2. S1 ni qiymatini topadigan bo'lsam, B ko'paytiruv L sinus alfa taqsim 2 bo'ladi.
Mana bu a ko'paytiruv l. A ko'paytiruv l sinus alfa taqsim 2 bo'ladi. S2 ni qiymatini topadigan bo'lsam, mana bu yerda bitta narsaga e'tibor beramiz. Sinusdan pi minus alfa bu baribir sinus alfaga teng bo'ladi. Bu tomondan bo'ladigan bo'lsa, b ko'paytiruv l sinus alfa taqsim 2 bo'ladi. Endi yana bir marta nisbatlab yuboradigan bo'lsangiz, S1 ning S2 ga nisbati A ni B ga nisbatiga teng bo'lib qoladi. Va bu yerda ham xuddi shu narsani ishlatamiz. Qarang, mana bu yerda tomonlar nisbati 3 ga farq qilyaptimi? 3n n. Demak, yuqoridagi uchburchakning yuzasi 2 ga teng bo'ladi. Bu 2 ekan. Biz topdik. Endi bu yer 2 bo'ladigan bo'lsa, mana bu faqat m bo'ladi. 3m m. Mana bu yuz ham yana 3 bilan m nisbat bo'lyapti, 6 ga teng bo'ladi. Endi mana bu uchburchak o'xshash ekanligidan buni yuzasini S' deydigan bo'lsam, tomonlar nisbatining kvadrati yuzalar nisbatiga teng bo'ladi. S' taqsim 2 bo'lyapti. S' bundan demak 18 ga teng bo'lar ekan. Endi jami S, A, B, C D trapetsiyani topadigan bo'lsam, 18 plusdan 2 plus 6 plusdan 6 bu yer 32 ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javob B variantiga mos kelyapti. 12 tushunarli bo'ldimi hammaga? 12-masala. Mana bu holatni biladigan bo'lsangiz bo'ldi, masala osonlikcha hal bo'ladi. O'n ikki bo'yicha hech kimda savol yo'qmi, ustozlar? Bo'lmasa 13-masalaga diqqatimizni qaratamiz. Endi trigonometrik tenglama ekan. 13-masalani ishlaganlar bormi? 13-masala. Kim ishladi? Ushbu tenglamani 0,2pi kesmada nechta ildizga ega deb masalaga shart qo'yibdi. Cosinus x. Endi bunga umum makhraj beradigan bo'lsak, ildiz osti 3 cosinus x plusdan sinus x taqsim sinus x ko'paytirib cosinus x ifodaga teng bo'ladi. Endi bunda nima bo'ladi? Ko'paytiraveradigan bo'lsak, ikkala tomonni sinus x cosinus x ga 8 cosinus x ko'paytiraman sinus x, yana bitta cosinus x bor ekan. Xo'p, bundan 2 ni chiqarib yuboraman. Ildiz osti 3 taqsim 2 cosinus x plusdan 1 taqsim 2 sinus x ga teng bo'ladi. Endi mana bu 2 ni men o'chirib tashlayman, bu tomonga 4 yozib qo'yaman. 2 ga bo'lib yubordik desak ham bo'ladi. Endi sinus 2x ning qiymatini bilamiz. 2 sinus x cosinus x bo'ladi. To'g'rimi? Yozaman. Bu tomondan 2 sinus 2x cosinus x desam bo'ladimi? Va buni yoza olaman. Sinus x 1 taqsim 2 ni cosinus olmish deyman. Plusdan cosinus x ildiz osti 3 taqsim 2 ni sinus olmish deb olaman. Bu nimaga tushib qolyapti? Sinusdan alfa plus beta. Sinus alfa cosinus beta, cosinus alfa sinus beta formulaga tushib qolyapti.
Va buni yozishim mumkin. 2 sinus 2x kosinus x barobar sinusdan x plusdan nima deyman? 60 deyman. Yoki pi taqsim 3 desak ham bo'ladi. Endi mana bu nimani beryapti bizga? Bu sinus 3x plus x deb beryaptimi? Mana bu narsani yozaman. Sinus 3x plusdan sinus x. Ko'paytmadan yig'indiga o'tib oldim. Shunda 2 sinus 2x kosinus x degan ifoda hosil bo'ladi. Bu tomondan sinusdan x plus 60 bo'lyapti. Pi taqsim 3. Sinus 3x barobar sinusdan x plus 60 minusdan sinus x bo'lyapti. Sinus 3x barobar sinus alfa minusdan sinus beta. 2 sinusdan alfa minus beta taqsim 2, ya'ni x plus 60 minus x taqsim 2 bo'lyapti. Kosinusdan x plus 60 plusdan x taqsim 2 bo'ladi. Sinus 3x barobar 2 sinus 30 gradus kosinusdan x plusdan 30 gradusga teng bo'ladi. 2x ni 2 ga bo'lsak x bo'ladi, 60 ni 2 ga bo'lsak 30. 2 sinus 30 demak buni qiymati 1 ga teng. Sinus 3x barobar kosinusdan x plus 30 degan tenglikka ega bo'ldik. Buni yozaman. Sinus 3x barobar sinusdan pi taqsim 2 minus alfa deyman. Ya'ni 90 minus x minus 30 deyman. Oxiri bizda nima qolyapti? Sinus x ning qiymati sinus 60 minusdan x ga teng bo'lyapti. Sinus 3x ning qiymati. Sinusdan 60 minus x. Endi yana biza nimaga o'tib olishimiz kerak? Sinusdan 3x minusdan sinus 60 minus x barobar 0 bo'ladi. Mana shu tenglamani yechishimiz kerak. Sinus alfa minus sinus beta bo'lyapti. Bu yerdan yana hisoblayman. 2 sinusdan alfa minus beta taqsim 2 3x plus x minus 60 taqsim 2 bo'lyapti. Kosinusdan 3x plus 60 minus x taqsim 2 barobar 0 bo'lyapti. 2 ni tashlab yuboradigan bo'lsak, sinusdan buni soddalashtiraman. 2x minusdan 30 kosinusdan x plusdan 30 barobar 0 ga teng bo'lyapti. Ko'paytma 0 bo'lish uchun har birini 0 ga tenglayman. Sinusdan 2x minus 30 barobar 0 ga teng bo'ladi. Bundan 2x minusdan, endi bu 30 gradus pi taqsim 6 barobar sinus 0 da pi n larda teng bo'ladi. 2x barobar pi taqsim 6 plus pi n. X ning qiymati pi taqsim 12 plusdan pi n taqsim 2 bo'lyapti. Ikkinchi tomondan kosinusdan x plusdan pi taqsim 6 barobar 0. X plus pi taqsim 6. Kosinusda pi taqsim 2 plus pi kalarda 0 ga teng bo'ladi. X ni topadigan bo'lsak, pi taqsim 3 plus pi ga teng bo'ladi. Bizda hozir shunaqa yechimlar chiqdi. Va endi 0 va 2 pi kesmadan nechta ildizga ega deyapti. Ikkalasi ham kiryapti. 0 dan katta yoki teng pi taqsim 12 plusdan pi n taqsim 2 kichik yoki teng 2 pi. Hammasini pi ga bo'laveradigan bo'lsam, 0 da o'zi qoladi. 1 taqsim 12 n taqsim 2 kichkina 2 bo'lyapti. Hop, minus 1 taqsim 12 n taqsim 2 kichik yoki teng 23 taqsim 12 bo'lyapti. Endi ikkala tomonni yana 2 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsa, minus 1 taqsim 6 n 23 taqsim 6 bo'lyapti. Hop, bizda nima bo'lyapti? Yechimlar. Endi o'rniga biza 0 qo'yishimiz mumkin, 1, 2, 3 qo'yishimiz mumkin. Bu holatda 4 ta yechim bor. Endi 4 qo'yadigan bo'lsak, bizda o'sha katta bo'lib ketadi. Birinchi holat uchun 4 ta yechim chiqdi. Ikkinchi holat uchun 0 dan katta yoki teng pi taqsim 3 plusdan pi k
ichiga o'kiting nechi bo'lyapti? 2pi bo'lyapti. Piga yana bo'lib yuboradigan bo'lsangiz 0 1 taqsim 3 plusdan k kichik o'kiting 2 bo'ladi. Minus 1 taqsim 3k kichik o'kiting 5 taqsim 3 bo'ladi. Bundan yechimlarni qaraydigan bo'lsak 0 bo'ladi, 1 bo'ladi. 2 bo'lmaydi. Bundan ikkita yechim chiqyapti. Umumiy yechimlar bizada yo'q. Shuning uchun ham jami 4 plus 2. 6 ta yechim bo'lar ekan. To'g'ri javobimiz C variantiga mos kelyapti. Ozgina ish ko'p ekan, lekin hisob-kitob qilsangiz natija chiqar ekan. Demo testda kelgan savol. Tushunarli bo'ldimi? 13-masala. O'n to'rtinchi masalaga qaraymiz. Chizmada ABCD parallelogram berilgan. Agar DAI burchak 40 gradus bo'ladigan bo'lsa va mana bu ikkita burchagimiz teng ekan. ICD mana bu alfa bo'ladigan bo'lsa BCI. Mana bu ham alfa. Endi bu besiktirist ekan. Va DC CI ga teng bo'ladigan bo'lsa ADE burchak kattaligini toping. Endi qaraymiz, parallelogram bo'lgandan keyin 2 alfamiz 40 gradusga teng bo'lib qoladimi? Alfaning o'zi 20 gradus ekan. Endi bu yerga ikkala alfalarni o'chirib biz 20 gradus yozsak bo'ladi. Mana bu teng yonli bo'lgani uchun asosli burchaklar teng bo'ladimi? Ya'ni buni ham x, buni ham x deydigan bo'lsangiz, x plusdan x plus 20 uch burchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 bo'lishi kerak. 2x 160, x 80 ligini ham topdik biz. Buni o'chiramiz. Bu 80 ekan. Bizdan so'rayapti ADI burchak nimaga teng bo'ladi? Buni y deyman. Endi qarang. Ana shu ikkita burchakni qo'shsam 180 bo'lishi kerakmi? Yoki y ga 80 ni qo'shadigan bo'lsam, mayli 40 ni ham qo'shib qo'yaylik, ikkalasi 180 bo'lishi kerak. Parallelogramning bir tomonli burchaklari bo'lyapti. Mana bunaqa holat. Mana bu burchagim, demak, alfa bo'ladigan bo'lsa, mana bu ham alfa bo'ladi. Endi mana bu burchak beta bo'ladigan bo'lsa, alfa plusdan beta qo'shni bo'lgani uchun 180 bo'ladi. Shuning uchun bir tomonli burchaklarni qo'shib, alfaga y plus 80 ga 40 ni qo'shib 180 ga tengladi. Shunda y ning qiymati 60 gradusga teng bo'lar ekan. To'g'ri javob C variantiga mos kelyapti. 15-masala. Imtihon savollari 60 ta edi, ammo Ahmad ulardan 45 tasini biladi. 60 ta savoldan 45 tasini aniq biladi. Har bir biletda ikkitadan savol tuzilgan. Bizda jami 30 ta bilet bor desak bo'ladi, chunki 60 ta savol. Talabalar tavakkalliga bittadan bilet oladi. Bu degani talaba ikkita savol oladi. Ikkita savol tanlaydi. Ahmadning biletdagi ikkala savolni ham bilish ehtimolligi nimaga teng debdi. Talaba ixtiyoriy bitta bilet tanlasa, ichida ikkita savol bo'lgani hisobiga ixtiyoriy, demak 60 tadan bitta bilet tanladi degani ikkita savol tanladi degani. Mana shundan tanlaganda o'sha ikkita bilet 45 tani ichidan chiqish ehtimoli nimaga teng deyapti. 45 dan ikkita bo'lishi kerak. Siz 60 ta savoldan ixtiyoriy ikkitani tanlaganingizda o'sha Ahmadni 45 ta savol biladi, shuni ichidan chiqish kerak ikkitasi ham. C 60 dan 2 mahraj bo'ladi, tepada C 45 dan 2 bo'ladi. Endi C m dan n bo'ladigan bo'lsa, n faktorial taqsim m minus n faktorial ko'paytiraman n faktorial bo'ladi. 45 dan 2 45 faktorial taqsim 43 faktorial ko'paytiruv 2 faktorial. Mahrajda bo'lsa 60 faktorial taqsim 58 faktorial ko'paytiruv 2 faktorial. Tepada 44 ko'paytiraman 45 bo'lyapti.
Makrajda bo'ladigan bo'lsa 59 ko'paytiraman 60 bo'ladi. Shuni soddalashtirib qo'yishimiz kerak. Endi bu yerda 45 ta 15 ga bo'ladigan bo'lsak 3, 60 ta 15 ga bo'ladigan bo'lsak 4, 44 bilan 4 qisqaryapti, 11 qoladi. 33 taqsim 59 degan qiymatga ega bo'lamiz. To'g'ri javob A variantga mos kelyapti ekan. Savollar bormi 15 bo'yicha? O'n oltinchi masalaga qaraymiz. Balandligi 10 santimetr bo'lgan silindr shaklidagi idish suv bilan to'ldirildi. So'ngra u chizma bo'yicha 30 gradusga og'dirilganda suvning bir qismi to'kildi deyapti va idishdagi suv sathi S va hamda D nuqtalariga kelib qoldi deyapti. Chizmadagi ma'lumotlardan foydalanib silindr shaklidagi idishdan qancha suv to'kilganini toping deb masalaga shart qo'yilibdi. Hop, buni qaraydigan bo'lsak, mana shu yerdan bitta chiziq o'tkazaman. Asosga parallel bo'lgan. Xullas, shunaqa chiziq o'tib ketadigan bo'lsa, endi bu tomonga nisbatan ham qaraydigan bo'lsak, mana 30 gradusli burchak hosil qilyapti-ku. To'g'rimi? Ikkita parallel chiziq, uchinchi chiziq uni kesib o'tyapti desak ham bo'ladi. Shunda mana bu burchagim ham 30 gradus bo'lib qoladi. Bu 30 gradus bo'lib qoladigan bo'lsa, endi mana bu burchagim ham 30 gradus bo'lib qoladimi? Bundan xulosa qilishim mumkin. Mana bu burchagim ham 30 gradus bo'lib qoladi. Mana. Endi shu yerdan yana bitta o'zimiz uchun silindr hosil qilamiz. Asosga bitta parallel chiziq o'tkazamiz. Shunaqa. Mana bu balandlik bizada to'rtligi bor, A'si. Endi tepa balandlik 10 minus 4, 6 bo'ladi. Va mana bu silindrning radiusi. Bu yer 2 yerga teng. 2 yer bo'ladi. Bu 30 gradus bo'ladigan bo'lsa, endi tangens 30 gradus qarshisidagi katetning yopishgan katetga nisbati bo'ladi. 2R barobar, demak 2 ildizi osti 3 bo'lyapti, radiusning qiymati ildizi osti 3 bo'ladi. Endi qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda ham bitta silindr bor deb faraz qiladigan bo'lsangiz, bu silindrning yarmi, demak, chiqib ketgan. Shuning uchun ham silindrning hajmini topadigan bo'lsak, silindrning hajmi pi ildizi osti 3 ning kvadrati, balandligi 6 ga teng bo'lgan silindr, faqat uning yarmi to'kilib qolgan bo'ladi. 2 bo'ladi. Pi ko'paytiraman 3, ko'paytiruv 3 barobar 9 pi ga teng bo'ladi. To'g'ri javob C variantiga mos kelyapti. 16 tushunarli bo'ldimi hammaga? 16-chi masala. Silindrning teng yarmi to'kilib qolgan deb tushunasiz buni. Shuning uchun silindrning yarmini hajmini topib qo'ydik. 17-chi masalaga qaraymiz. Chizmada bizaga muntazam prizma berilgan. AB 12, MC 9 bo'lsa, F kesmaning uzunligini toping deb masalaga shart qo'yibdi. Mana bu kesmaning uzunligini topishimiz kerak. Xo'p, tepadan bitta i'dan pastga qarab chiziq o'tkazaman. Bu prizmaning balandligi bo'lib qoladi. Bizada AB 12 ga teng. AB 9 ekan-ku, bu kesma 9 bo'lib qoladi uzunligi.
Chunki bu 9 bo'lgani hisobiga bu ham balandlik aslida. Endi bu yerdan yana chiziq tortamiz markazdan. Ikkalasi ham o'rtasida bo'lgani uchun bu 12 bo'lib qoladi. To'g'ri burchakli uchburchak 9 12 bo'ladigan bo'lsa, gipotenuza 15 ga teng bo'lib qoladi. To'g'ri javob D variantiga mos kelyapti ekan. 18-masala. Quyidagi berilgan topshiriqlardan mos javobni tanlang debdi. T'ning qanday qiymatida bu uchxat eng katta qiymatga erishadi deyapti. Aslida bu kvadrat funksiya berilgan minus t kvadrat plusdan 28t minus 31. Ya'ni shoxlari pastga qaragan parabola. Parabola shunaqangi t'ni qiymatini topishimiz kerak, u eng katta qiymatga ega bo'lishi kerak. Ya'ni bu t nolga nisbatan gap ketyapti. Minus b taqsim 2a. Minus b minus 28, 2 ko'paytiruv minus 1. T0 14 bo'lganda parabola o'zining eng katta qiymatiga erishadi. Ya'ni uni taxminiy grafikini qaraydigan bo'lsak, 14 qanaqadir y0 nuqta bo'layotgan bo'lsa, shoxlar pastga qarayapti. Mana bu yerda T0 14 bo'lyapti va o'shanda eng maksimum qiymatga erishyapti. F14 u uchun max hisoblanadi. O'sha maxga erishadigan nuqta 14 ekan. Birga F to'g'ri kelyapti ekan. Ikkinchisi, mana shu yig'indining nechta natural bo'luvchisi mavjud? Buni hammasidan 13ning 4-sini chiqarib yuboradigan bo'lsam, 1 plusdan 2ning 4-si plusdan 3ning 4-si bo'lyapti. 81 ga 16 97 98. 13ning 4-si 98 ni 49 ko'paytiruv 2 desam bo'ladimi? 7ning kvadrati ko'paytiruv 2 deyman. Endi bo'luvchilar soni nechta desa yozib qo'yamiz. Xo'p, 4 plusdan 1, 2 plusdan 1, mana bu darajada 1 bor. 1 plusdan 1. 5 3 5 15 30 ga teng bo'lyapti. Xo'p, bu D ga to'g'ri keldi. Birinchisi F ga to'g'ri kelyapti. F yozib ketamiz. Keyingisi qaysidir sonni 65 ga bo'lganda qoldiq 60 chiqdi. O'sha x soni bo'ladigan bo'lsa, buni 65 ga bo'lsak, qanaqadir m tadan tegib qoldiq 60 ga teng bo'ldi. Shu sonni 13 ga bo'lganda qoldiqni toping. Xohlasangiz bu yerga m o'rniga birorta son qo'yishingiz mumkin. M o'rniga 1 qo'yib yuborsangiz, x ning qiymati 125 bo'lyapti. 125 ni 13 ga bo'lganda qoldiqni topib qo'ysangiz bo'ladi. 125 ni 13 ga bo'ladigan bo'lsak, demak 9 tadan tegadigan bo'lsa, 117 bo'lyapti, qoldiq 8 bo'lyapti. 3 ga A variant to'g'ri kelyapti. Yoki shu 65 ko'paytiruv m da yozasiz. 60 da yozishingiz mumkin nima deb? 52 plusdan 8 deysiz. Endi mana bu ikkalasidan 13 ni chiqarib yuborsangiz bo'ladimi? 13 ni chiqaradigan bo'lsangiz 5m plusdan 4 plus 8 bo'lyapti. Mana shu narsani 13 ga bo'lgandagi qoldiqni so'rabdi-ku. Bu 8 ga ko'rinib qoladi. Bizada FDA degan javob bo'lishi kerak. A variantga mos kelyapti ekan. 19-masala. To'g'ri burchakli uchburchakning to'g'ri burchagi uchidan tushilgan balandlik. To'g'ri burchakli uchburchak, to'g'ri burchak uchidan tushilgan balandlik va mediana nisbati 12 ga 13 ekan. Xo'p, biz balandlik o'tkazamiz. Endi mediana o'tkazamiz. Mediana bilamiz, gipotenuzani teng 2 ga bo'ladi. Balandlik 12 yu 13 ga nisbatan ekan, medianaga nisbatan va shu uchburchakning kichik kateti 6 ga teng ekan. Kichik katetni shu yerda qaraydigan bo'lsak. Hozir
Mana bu bizada qanaqadir 13K deydigan bo'lsam, bu qanaqadir 5K bo'lyapti. To'g'rimi? Endi bundan xulosa qilishim mumkin. Mana bu masofam 12K ga teng bo'ladi. Pifagor sonlari bo'lgancha. 5, 12, 13 bo'lyapti. Xo'p, endi bilamiz to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi unga tushirilgan mediani gipotenuzaning teng ikki qismga bo'ladi. Bu yer ham 13K dan bo'ladi. Bu yer 13K bo'ladigan bo'lsa, bu tomon nimadan bo'lyapti? K dan bo'lyapti. Mana bu yer K bo'ladi. Shunaqami? K 12K 13K bo'lyapti. Besh 13 12 K 13K. Endi mana bu to'g'ri burchakli uchburchakka nisbatan mana bu yer ildiz osti 26K bo'lyapti. Bu tomonchi bu yer 90 gradus bo'ladigan bo'lsa, katta katetini toping debdi. Chizma noto'g'ri bo'ldi. Teparoqda bo'lar ekan. Mana buni o'chiraman. Ya'ni mana bu balandlik bo'ladigan bo'lsa, bu balandlik bo'ladigan bo'lsa, keyingisi mediana bo'ladi. O'sha chizma ham bo'laver ekan, mayli, mediana. Shunday orqaga qaytdik. Mana bu xato ketib qolibdi. Balandlik 12K ekan bizada. Mana bu 12K ekan. Bu 13K bo'ldi, bu 5K bo'ldi. Endi to'g'ri bo'ldi. Xo'p, endi qaraydigan bo'lsak, mana bu masofam 8K bo'lib qoladi, to'g'rimi? Chunki qarang, mana bu ixtiyoriy to'g'ri burchak bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, to'g'ri burchak deganlar keshish nuqtasida teng ikkiga bo'linadimi? Shu bilan birga mana bu mediana hisoblanadi. M bilan belgilasam, bu ham M bo'ladi, bu ham M bo'ladi. Xuddi shunday, bu ham M. To'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzaga tushirilgan medianasi gipotenuzaning yarmiga teng bo'ladi. Gipotenuza 2M bo'lib qoladigan bo'lsa, mediana M bo'lib qoladi. Shu narsani esdan chiqarmaymiz. Endi bu yer 8K bo'lib qoldi. Bu yer 5K bo'ladigan bo'lsa, mana bu 13K ni o'zi bo'ladi. Mediana yarmi bo'lyapti. Mana bu 5K bo'ladigan bo'lsa, mana bu 8K bo'lib qoladi. Shunaqa holatda bo'ladi. Endi bizada shu uchburchakning kichik kateti qaysi desam, mana shu kichik katet deyman. Shu 6 ga teng. Endi katta katetning qiymatini toping deb masalamizga shart qo'yibdi. Endi nima qilaman? Mana bu burchak alfa ga teng. Sinus alfa. Yoki Pifagor ishlatsangiz ham bo'laveradi bu yerda. Pifagor biroz ko'paytiradi, shu yerdan burchakdan ketganimiz ma'qulroq. Ishlatib qo'ysak ham bo'lar ekan. Hozir 12K ning kvadrati plusdan 8K ning kvadrati barobar 36 bo'lyapti. Bu tomondan. Shu yerdan K ni topib olsangiz bo'ladi. 144 ga 64. Ikki yuz 8K kvadrat 36 bo'lyapti. K barobar 36 taqsim ildiz osti 208 bo'lyapti. Ikkinchi tomondan 12 bo'lsa 15 ga 3 18. 12K ning kvadrati plusdan 18K ning kvadrati barobar keyingi katet bo'lishi kerak. 144 plus 324.
468. 468 k kvadrat bo'lyapti. Qaydadir hisob-kitobda adashib ketdikmi? Tak, bu yerda 8, 8 ga 5, 13, 13 bo'lyapti. Shu uchburchakning kichik kateti 6 bo'lsa, katta kateti uzunligini toping. Katta kateti 12k bilan 18k kvadratlar yig'indisi bo'ladi. O'n ikki, 13, 5. 13 bo'ldi, 8 bo'ldi. Hop. Mana bu alfa bo'ladigan bo'lsa, bu 90 minus alfa. Nisbatni olaylik. Hop, nima? Endi biza mana bu medianani yo'q deb ham faraz qilsak bo'ladi. 13 gani olib tashlasan. To'g'rimi? Mana bu yer ham alfa bo'lib qolyapti. Shunda jami 18 ga bo'lib qoladi. Endi bu yerdan o'xshashlikdan foydalansangiz ham bo'ladi. Tangens alfaning qiymati yoki bo'lmasa sinus alfani qiymati qarshidagi katetning gipotenuzaga nisbati. Bu tomondan sinus alfani qiymatini topadigan bo'lsangiz, qarshidagi katet 18 kaning nimaga nisbati? Shu katet 2 ga nisbati deyman. A, B, S deydigan bo'lsak, A, B ga nisbati bo'ladi. Shunda A, B ni topadigan bo'lsak, 6 ko'paytirib 18 bo'laman, 12 bo'ladi, 9 bo'lib qolyapti bizda. To'g'ri javob B varianti ekan. Tushunarlimi? Mana bu burchak uchun bitta endi o'xshash deb faraz qilsak ham bo'ladi yoki mana tangens alfani qiymatini topadigan bo'lsak, qarshisidagi katet, yo'q, sinus alfani topganimiz ma'qulroq. Sinus alfa qarshisidagi katetning gipotenuzaga nisbati bo'ladi bu tomondan. Ikkinchi tomondan bo'ladigan bo'lsa, mana bu burchak uchun yozasiz. Sinus alfa qarshidagi qiymat katet jami bizda endi 5k plusdan 13k bo'lib qolyapti. 18k bo'ladi, A B ga nisbati bo'ladi. Sinusdan osongina chiqadi. Pifagordan bo'yicha shart emas edi. To'g'ri javob B variantiga mos kelyapti. Medianani olib tashlaydigan bo'lsak, ozgina chalg'imay qolar ekanmizda. 20-masalaga qaraymiz. Hop, berilgan funksiyaning grafiga 1,6 nuqtadan o'tuvchi boshlang'ich funksiyasini toping deb masalamizga shart qo'yibdi. Integral 1 taqsim x ko'paytiraman ln 10 plus 10x plusdan 5. Mana shu funksiyadan boshlang'ich olishimiz kerak. 1 taqsim ln 10 bilamiz son bu. Qavsdan tashqariga chiqadi. 1 taqsim x dan boshlang'ich ln x. 10x bu 5x kvadrat bo'ladi. Plusdan 5x plus c bo'ladi. Hozir bizani boshlang'ich funksiyamiz shunaqa ko'rinishga keldi. Buni o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Plus oxirida bu kattaroq yozib qo'yaman. 1,6 nuqtadan o'tar ekan, x ga 1 qo'yaman. 1 taqsim ln 10 ko'paytiraman ln 1 plus 5 plusdan 5 plusdan c barobar 6 bo'ladi. ln 1 0 ga teng. C plusdan 16, c ning qiymati minus 4 bo'lyapti. Endi fx ni topadigan bo'lsam, katta ln x taqsim ln 10 bo'ladi. Plusdan 5x kvadrat plus 5x minus 4 bo'ladi. Qaysiga to'g'ri kelyapti? Ayni mana buni logaritm 10 square x deb olyapti. B variantiga mos kelyapti.
B variant 2. Hozir logaritm a ko'ra b, logaritm a ko'ra c bo'ladigan bo'lsa, logaritm c asosga ko'ra b deb yozib qo'yapti. Bu yerda y asosga ko'ra x, y asosga ko'ra 10. LX deb beradi. Hop, 21 masalaga qaraydigan bo'lsak, ABC teng tomonli uchburchakda AC 8 ga teng tomonli uchburchak ekan, AC 8, AF BF ga teng. Endi bu yerlar 4 4dan bo'lib qoladi. Berilganlardan foydalanib FDI uchburchakning yuzasini toping deb masalamizga chap beribdi. Mana shu uchburchak yuzasini topishimiz kerak ekan. Bizda muntazamligi bor. Keyin AF BF ga teng. AF BF. BS 2DI. BSning uzunligi bizda 8 ga teng. 2DI barobar 8 bo'ladigan bo'lsa, DIning qiymati 4 bo'lyapti. Bu ham bor ekan, bu 4 ekan. Bu 4 bo'ladigan bo'lsa, mana bu burchagim 60 gradus. Xo'p, biza FD burchak yuzasini topishimiz kerak. Mana bu masofani men x deb olaman. O'zim uchun. Shunda S FDI barobar nimaga teng bo'ladi? FDI S BFS yoki IBF. Qarang, IBF uchburchakdan hop ayirib tashlashim kerak BDBFni yoki BDFni, farqi yo'q. Hozir IBF katta uchburchakdan mana bu uchburchak, mana bu yuzani olib tashlaydigan bo'lsam, kichkina uchburchakdan menda bo'yalgan soha qolib ketadi. SFDI barobar uchburchak yuzasini topadigan bo'lsak, biz bilamiz, mana bu uchburchak mana bu burchak alfa bo'lsin, mana bu A bo'lsin, mana bu B bo'lsin. Endi bitta uchburchakka balandlik tushiradigan bo'lsam, balandlik A ning sinus alfasi bo'ladi. Uchburchakning yuzi asos ko'paytiruv balandlik taqsim 2. Ya'ni asosim B ga teng, balandlik A sinus alfa taqsim 2. Ixtiyoriy uchburchak uchun yuzi nima bo'ladi desa, ular ikkita tomonni ko'paytmasi orasidagi burchak sinusini, uchalasini ko'paytmasi yarmi bo'lar ekan degan xulosaga kelishimiz mumkin ekan. B orasidagi burchak ko'paytmasi yarmi bo'lyapti. Endi qarayman, katta uchburchak uchun yozaman. X plus 4 ko'paytiruv 4 sinus 60 gradus taqsim 2 dan ayirib tashlayman kichkina uchburchak. 4 ko'paytiraman x sinus 60 gradus taqsim 2 bo'ladi. Shunda bo'yalgan yuzi qolib ketadi. Tushundingizlar? Buni hisob kitobini qiladigan bo'lsak, 4 ko'paytiruv 4 sinus 60 gradus taqsim 2 bo'ladi. 8 sinus 60 gradus bu 4 ildizosi 3 bo'ladi. Yoki balandlik tushirib ishlasangiz ham bo'ladi. Mana bu yerga bitta balandlik tushirib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Mana qanaqadir h' balandlik bo'ladigan bo'lsa, uchburchakning balandligi ildizosida 3 taqsim 2 ga teng. H barobar ildizosida 3 ko'paytiraman 8 taqsim 2. Balandlik 4 ildizosi 3 ekan o'zi. Balandlik 4 ildizosi 3 bo'lsa, h' bilamiz, bu h taqsim 2 bo'ladi. H taqsim 2 2 ildizosi 3 bo'ladi. Sababi F nuqta A bining o'rtasida joylashgan hisobiga. Endi o'sha S F D I ni yuzasini topadigan bo'lsangiz, asos 4, balandlik 2 ildizosi 3 bo'laman 2. Bu 4 ildizosi 3 bo'ladi.
Xohlang unaqa usulda, xohlang bunaqa usulda ichsangiz ham bo'laveradi. To'g'ri javob ajoyib ekan. Tushunarli bo'ldimi? 21. 22-chi masalaga qaraymiz. Tenglamani yeching debdi. Ildiz osti x kvadrat minusdan 3 barobar 3 minus x bo'lyapti. Kvadratga ko'taraman. X kvadrat minusdan 3 barobar x kvadrat minus 6x plus 9 bo'ladi. X kvadratga ketadigan bo'lsa 6x barobar 12 bo'ladi. X ning qiymati 2 bo'lar ekan. 2 qo'ysak 3 barobar 3 tenglik o'rinli bo'lyapti. 23-masalaga qaraymiz. Yarim sharga silindr shunday ichki chizilganki, silindrning bitta asosi yarim shar asosida yotadi. Agar silindr balandligi yarim shar radiusdan 2 marta kichik bo'lsa. Hop, yarim shar chizamiz. Shunaqa holatda bo'ladi. Endi bunga silindr ichki chizilgan. Bu markaz bo'ladigan bo'lsa, silindrni chizamiz. Shunaqa holatda bo'lyapti. Uning demak, asosi yarim shar asosida yotadi. Agar silindrning balandligi shar radiusdan 2 marta kichik bo'lsa. Endi mana bu yerdan sharni radiusini o'tkazadigan bo'lsam, bu yer va silindrning balandligini ham o'tkazib qo'yaman. Mana. Bu silindrning radiusi bo'ladi. Asosini. Endi umumiy balandlik h bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer 2h ga teng bo'lyapti. Sharning radiusi. Silindrning radiusi nimaga teng bo'lyapti? Ildiz osti 3h bo'lyapti. Sharning radiusi bizada 2h bo'lyapti. Shunaqa. Mana bu yerda aytib qo'ygan, silindrning balandligi yarim shar radiusdan 2 marta kichik bo'lsa. Yarim sharning radiusini 2h deb oldimda. Endi silindr hajmining yarim shar hajmiga nisbatini toping. Silindrning hajmi asosli yuzasi pi r kvadrat, ildiz osti 3h ning kvadrati ko'paytiruv balandlik h bo'lyapti. 3 pi h ning kubi bo'lyapti. Endi sharning hajmi yarim shar bo'lgani uchun 4 taqsim 3. 4 taqsim 6 pi r ning kubi 2h ning kubi bo'ladi. Yoki 2 taqsim 3 pi ko'paytiruv 8h kub bo'lyapti. 16 pi h ning kubi taqsim 3. Silindr hajmini shar hajmiga nisbatini toping deyapti. Bo'ladigan bo'lsak 9 taqsim 16 bo'lyapti. To'g'ri javob B variantiga mos kelyapti ekan. Hop, 24-masalaga qaraymiz. Do'konda apelsin, anor, shaftoli va olma sharbati sotilmoqda. 7 dona meva sharbati sotib olish kerak. Hozir bizda 4 xil mahsulot bor. Apelsin bor, anor bor, shaftoli bor va olma sharbati bor ekan. 1 2 3 4 xil. Hop, bo'ladan 7 dona meva sharbati sotib olish kerak. Buni necha xil usulda amalga oshirsak bo'ladi? Bu takroriy kombinatsiyalarga tushadi. Ya'ni S M dan K bo'ladi. Bu nima bo'ladi? S M plusdan K minusdan 1 tepada K bo'ladi. Bu yerda
M vazifasi nima desa, mahsulot turi deb qarasak bo'ladi. Mahsulot turlari. K bo'lsa olinadigan mahsulotlar. Ya'ni nechta olingan? 7 dona olingan. So'ralgan yoki olingan kartalik elementlar. Kartalik mahsulotlar. Bizada hozir endi bu yerda apelsin bor, anor, shaftoli, olma. Ana nechtaligini bilmaymiz. Boryapsiz 7 ta ixtiyoriy meva olyapsiz. Nechtadir apelsin, nechtadir anor, nechtadir shaftoli, olma. Ularni sanagizda 7 ta chiqishi kerak. Hop. Bizada hozir M ga nisbatan qaraydigan bo'lsak, buning qiymati 4 ga to'g'ri kelyapti. Bu mahsulot turlari, 4 xil mahsulot bor. Nechtadan olishimiz kerak? Ya'ni 7 ta tanlab olishimiz kerak. M plus K 4 plusdan 7 minus 1 dan demak K bo'ladi, 7 bo'ladi. S 10 dan 7 ni hisoblab qo'yishimiz kerak. 10 faktorial taqsim 3 faktorial 7 faktorial bo'ladi. 8, 9, 10, 6 ga bo'lamiz. 120 xil usulda tanlab olsak bo'lar ekan. To'g'ri javob B variantiga mos kelyapti ekan. Bu takroriy kombinatsiyalar formulasi. 25-masalaga qaraydigan bo'lsak, AB ko'paytma 18, BC 25, BC 25, AC 8 ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana shu ifodaning qiymatini toping debdi. Hop, A kvadrat, B kvadrat, C kvadrat 144, 12 ning kvadrati 5 ning kvadrati bo'lyapti. Shunaqami? 8, 25 144, 5 ning kvadrati. Ikkala tomondan ildiz oladigan bo'lsak, nimaga javob ildiz qo'ygan? Ha, bu yerdan уже A, B, C ning kvadrati 60 ning kvadrati bo'lyapti. A, B, C 60 bo'lib qoladi. Endi ildiz olamiz. Xo'p, ildiz osti A, B, C barobar, ildiz osti 60 bo'lib qoladi. To'g'ri javob D varianti ekan. 2 ildiz osti 15 bo'lyapti. Bizda demak savollar tugadi. Bugun bundan tashqari 15:00 da ham dars bo'ladi ustozlar. Abbos Sayliyev o'tadi boyagi top 1000 talik kitobi bo'yicha. Keyin 20:00 da kechga yana darsimiz bo'ladi. Ikkinchi Turbo Mock Test 2 ni tahlil bo'ladi. Darslarni keyingi darsdan YouTube'da ham olib borishga harakat qilamiz. Sababi internet yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, zomga kirishga ko'pchilik qiynalib qolyapti ekan guruhda. Darsni tugataman ustozlar. Charchamayizlar, savobingizlar. Darsda qatnashganlarga barchaga kattakon rahmat. Xudo xohlasa, obeddagi va kechki darslarda hammalaringizni kutamiz.